qop-qora Gentra'ni yaxshisidan qidirib yurganlarga zo'ridan kelib qoldi. ...2018-yil 2 yutorli atmosferli motorda 5 kJ do'stlari bor, panoramik lyuklari bor, salonlarning ham holati zo'r turibdi. Probegi zo'rda buni. 78 ming yurgan ekan xolos. Bunaqa probegliklari hozirgi kunda topish qiyin. Qanaqa Gentra qidirib yurganlarga mana orqalarini ko'rsating, orqa sidinlarni ko'ringlar, hattoki matviy bo'lib turibdi, chiroyli holatda turibdi. Motor, xadovoy, korobka shaslarida umuman ishlari yo'q deyaptilar. Tiniq Gentra qidirib yurganlar yo'q. Bitta mana shu oldi kapot sepilgan ekan, ichlari butun deyaptilar. Hamma yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Benzinda harakatlangan mashina. Xullas 2018 2 yutor atmosferli motorda bo'lgan, zo'r holatda turgan bu Gentra avtomobilni Tente bo'lib qoldimmi deyman. Nima bo'lyapti?